Ustozlar, xayrli kun. Attestatsiya savollarini tahlil qilishni boshlaymiz. Bu turk adabiyotlaridan tushgan savol. Savolga qaraymiz. Dunyo xaritasi ayrim joylar ko'rsatilgan. Xo'p, yaxshi. Ushbu joylarni qaysi birida tirik organizmlar uchun oziq-ovqat topish va oziqlanish boshqa joylarga nisbatan osonroq ekanligini toping deyapti. Demak, biz variantlarga qaraymiz. Birinchisida bir rim raqamga qaraymiz. Bu Gudzon qo'ltiq hududi. Gudzon qo'ltiq hududi bilamiz, Arktika, shimoliy hududlar. Bu yerda tundraga to'g'ri keladi. Bu yerda hayvonlar oziq-ovqat topish ancha murakkab. Endi 2ga qaraymiz. 2 Gviniya qo'ltiq atrofida. Demak, albatta yil bo'yi yoz fasli bo'ladi. Bitta daraxt gullasa, bittasi meva beradi. Bu albatta to'g'ri javob bo'ladi. Demak, bu yerda B javob to'g'ri bo'ladi. Endi qolganlarini ko'rib chiqamiz. Endi 3 berilyapti. Rubel-Xali cho'li. Bilamizki, Rubel-Xali cho'lida oziq-ovqat mahsulotlari hayvonot organizmi uchun juda kam. Endi 4 raqamiga qaraymiz. Bu Himolay tog'lariga to'g'ri keladi. Bilamiz, Himolay tog'larida ham tabiiy sharoit nihoyatda kam. Faqat o'sha tabiiy sharoitga adaptatsiya qilgan hayvonlargina yashab qolishi mumkin. 5-inchisi Avstraliya markaziy qismi. Bu yerda cho'l hududi bor. Albatta bu yerda ham tabiiy sharoit yashash juda murakkab. Shuning uchun javobi 2 rim raqamida bo'lyapti. Bizni kuzatib borsangiz, yanada yangi o'sha attestatsiya savollarini tahlil qilib YouTube kanalimga tashlab qo'yamiz. Siz ham bunga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, yana qanday testlarni muhokama qilishimiz kerak, bu haqida fikrlar yozib qoldirsanglar, xursand bo'lar edik. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.